Salom do'stlar. Men bugun sizlarga qanaqa qilib mana shunaqa video yasashni o'rgataman. Birinchi bo'lib bizga mana mana bunaqa fon kerak bo'ladi. Har qanday yerdagi fon rasmni olasiz va tanlab olasiz va overlay degan joyni bosasiz va plus va siz yashil fondagi videongizni tanlaysiz va so'ngra o'tkazasiz. Chetga keyin remove biznes ustiga bosasiz va chorma keyin ustiga yana bir marta bosib uni sal sursangiz mana shunaqa effekt bo'ladi. Keyin xuddi menikidek nastroyka qilib olasiz va videoni to'liq ko'rinishga keltirasiz va video tayyor. Sog' bo'ling va menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.